Zelenskiy osmondagi sukunatni tinchlik sari birinchi qadam deb atadi. Rossiya havo hujumlarining tugashi urushni tugatish yo'lidagi birinchi qadam bo'lishi mumkin, dedi Ukraina prezidenti Rossiyaning Ukraina energetikasiga navbatdagi keng ko'lamli hujumidan so'ng. Rossiyaning Ukrainaga navbatdagi ommaviy zarbasidan so'ng mamlakat prezidenti Volodimir Zelenskiy o'z sheriklarini Rossiyani urushni to'xtatishga majbur qilishga chaqirdi. Ukraina tinchlik yo'lidan borishga tayyor va aynan Ukraina bu urushning birinchi soniyasidanoq tinchlikni xohlaydi, deb yozdi. Shu bilan birga, Zelenskiy kecha tunda Ukrainaning bir qancha mintaqalardagi energetika obyektlari yana Rossiya qurolli kuchlari tomonidan zarbaga uchraganini ta'kidladi. Jami rossiyaliklar deyarli 70 ta raketa, qanotli va ballistik, shuningdek 200 ga yaqin hujumkor dronlardan foydalangan. Bularning barchasi normal hayotni ta'minlovchi infratuzilmaga qarshi, deya ta'kidladi u. U 7 mart juma kuni Telegramda. Mana nafas olishi bolajonimizga qaranglar. Qatdan vat nafasi. Mana apparaturalar tomog'iga nafas etishiga. Mana tomog'iga apparatlarni mana shu shnankada